Bugun 1-oktyabr Ustoz va murabbiylar kuni. Ko'z protest jamoasi esa ushbu bayram munosabati bilan vatandoshlarimizga turli xil savollar bilan yuzlandik. Juda ham qattiqqo'l yoki siz qo'rqadigan o'qituvchingiz bo'lgan? Bo'lgan albatta. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ingliz tili o'qituvchim bor edilar. Ular juda ham qattiqqo'l bo'lganlar, nafaqat men uchun, balki boshqa sinfdoshlarim uchun ham. Albatta, hamma o'quvchilarning o'zi qo'rqadigan bir dona bo'lsa ham ustozi bo'ladi. Mening ustozim bu maktabdagi tarix fani ustozim bo'lgan. Ha, albatta bo'lgan. Bu ko'pchilikda bo'ladi, menimcha. Chunki maktab jarayonida turli xil jarayonlar bo'ladi. U yerdagi ustozlar har xil bo'lishi mumkin. Geografiya fanida ustozimiz bo'lardilar. Yaxshi o'qishimiz uchun baribir qattiqqo'l qiladi-da ustozlar ham. Albatta, qattiqqo'l ustozlarimiz bo'lishgan. Qattiqqo'l bo'lganda ham unaqa qattiqqo'llik qilib, oshirib yuborib, o'quvchilarni qiynab qo'ygan ustozlarimiz bo'lishmagan lekin. Shu kichkina boshlang'ich sinf davrlarimizda ancha sho'x bo'lganmiz. O'sha paytda endi albatta kalta yeganmiz. Ha, ustozimiz bo'lgan. Bu albatta shak shubhasiz bu birinchi ta'lim bergan ustozimiz sanaladi. Hozirgacha yaxshi ko'ramiz. Yo'q, maktabdagi ustozlarim hammasi mehribon, yaxshi edi. Vazifalarni to'g'ri vaqtida bajarib borardim, urushmagan. Ustozlardan maktab paytida kalta yeganmiz. Lekin unaqa strash emas. Xo'sh, siz ham ustozlaringizni ushbu bayram munosabati bilan tabriklamoqchimisiz? Unda videoni kommentariya bo'limiga o'tib, ustozlaringizga tabrik yo'llang va bu videoni ularga yuborib qo'yishni unutmang.